erim namoz o'qisam meni uradi, nafl ro'za tutsam ro'zamni ochtiradi, bomdod namozini quyosh chiqmaguncha o'qimaydi dedi. Ayolni gapini eshitgan odam eri buni zolim bir fosiq odammikin deb o'ylab qoladi. Siz ham birdaniga xulosa chiqarib olishga hech ham shoshilmang. Ayol ro'za tutib olsa, erini undan lazzatlanish haqqidan mahrum qilgan bo'ladi. Erni haqqi nafl ibodatlardan ustun turadi. Chunki erni bu haqqi vojib haq hisoblanadi. Ayol kishini gapini eshitgan odam mutlaqo boshqa xulosa chiqaradi. Erini gapini eshitgandan keyin gap holat mutlaqo boshqachaga aylandi. Erni haqqi nafl ibodatlardan ustun turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Xulosa chiqarishga shoshmang. Bugungi suhbatimizga ana shunday sarlavha qo'ydik. Buni sababini inshaalloh Alloh nasib qilsa suhbat davomida bilib olasiz. Abu Saidin Xudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirganimizda bir ayol kelib, "Ya Rasululloh, men Safon ibn Muattalning xotini bo'laman. Erim Safon namoz o'qisam meni uradi, ro'za tutsam ro'zamni ochtiradi va bomdod namozini quyosh chiqmaguncha o'qimaydi" dedi. Safon ham shu majlisda bor edi, shu majlisda o'tirgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan xotinining gaplari haqida so'radilar. Safon, "Ya Rasululloh, xotinimning namoz o'qimasam meni uradi" degan so'zidan boshlaydigan bo'lsam, u namozda 2 sura o'qiydi. Fotihaga, ya'ni uzun zam sura qo'shadi. Namozni juda cho'zib o'qiydi. Men esa uni bundan qaytargan edim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta sura ham odamlarga kifoya qiladi dedilar. Safon so'zida davom etib, ro'zamni ochtiradi deganiga kelsak, u mendan ruxsat so'ramay nafl ro'za tutadi. Men esa yosh yigitman, o'zimni tiyishim qiyin bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erining ruxsatsiz ayol nafl ro'za tutmasin dedilar. Safon bomdod namozini quyosh chiqmaguncha o'qimaydi deganiga kelsak, bizni xonadonda qattiq uyqu bo'ladi. Quyosh chiqmaguncha deyarli uyg'ona olmaymiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'onganingda namozingni o'qib ol dedilar. Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyat qilgan, Shayx Alboniy sahih degan hadis. Endi hadisni sharhlab o'tamiz. Islom erning xotini ustidagi haqlarini va xotinni eriga itoat qilish ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Boshqa oyatlarda ham bor, hadislarda ham bu juda muhim, ko'p ta'kidlangan. Sababi jamiyat shu oiladan barpo topadi. Oila mustahkam bo'lsa, jamiyat ham mustahkam bo'ladi. Oilaviy hayotda har ikki tomonning haq-huquqiga rioya qilish oilani mustahkam bo'lishini asosi, garovi, negizi desak ham bo'ladi. Oilani ajralishiga ko'pincha mana shu haq-huquqlarni o'tamaslik sabab bo'ladi. Har ikki taraf, er ham, xotin ham o'z burchini, o'z vazifasini bajarsa, o'zini shu turmush o'rtog'ining haqlariga rioya qilsa, oila baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi va eng muhimi bu oila bardavom bo'ladi. Hozir deydiki, Alloh saqlasin, 1 oy, 2 oyga qolmay ajrashib ketyapti oilalar. Alloh saqlasin. Mabodo xotin o'zaro haqlarni bir-birining haqqini o'tamayotgan bo'lsa, kelishmovchilik oilada yuzaga kelib, oilani islohga muhtoj bo'lib qolinsa, ana shunda agar er ayolidan, ayol eridan agar shikoyat qilmoqchi bo'lsa, shunda ham odamlar ichida oshkora emas, balki shu maslahat va yo'l yo'riq ko'rsata oladigan hammaga ham emas, qo'lidan shu maslahat berish, to'g'ri yo'lga boshlash qo'ldan keladigan ishonchli, taqvodor, ilmli insonga xos tartibda arz hol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammaga ham dardini aytirish kerak emas. Odamlar qo'lidan kelmaydigan odamga yetadi, u bechora uni qo'lidan kelmay indamasligi yot tursin, sirini boshqa yoqqa, shu oilaning sirini boshqalarga oshkor qiladi. Na bir tuzukroq maslahat ham bera olmaydi, yo'l yo'riq ham ko'rsata olmaydi, balki shu oilani ichidagi holatlarni boshqa yoqqa ko'pchiligiga oshkor bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hammaga ham arz hol qilinmaydi, hammaga ham e'tiborilmaydi. Olimlarga, ilmli odamlarga
taqvodor, yaxshi sirni saqlashni biladigan odamlarga aytilinadi. To'g'ri yo'l ko'rsatishni biladigan, nasihat qila oladigan odamga aytilinadi. Hammani oldida aytmaydi, shunda ham xos ravishda aytilinadi. Mana shu hadisda Safon ibn Muattal roziyallohu anhuning ayoli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib 3 narsa haqida shikoyat qildi. Namoz o'qisa eri uni urishi, nafl ro'za tutsa ro'zasini buzdirishi va eri bomdod namozini quyosh chiqqandan keyingina o'qishi. Erim namoz o'qisam meni uradi, nafl ro'za tutsam ro'zamni ochtiradi, bomdod namozini quyosh chiqmaguncha o'qimaydi dedi. Qani, ayolning gapini eshitgan odam shunda eshitishi bilan, subhanalloh, bu eri buni zolim bir fosiq odammikin deb o'ylab qoladi. Uni eriga nisbatan yomon qarash paydo bo'ladi. Darrov shunaqa o'y keladi bu gaplarni eshitgan odam. Har tugul bu ayolning eri Safon ibn Muattal roziyallohu anhu shu majlisda o'tirgan edi. Agarchi bu majlisda o'tirmagan bo'lgan taqdirda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni chaqirtirib kelardilar. Albatta undan so'rardilar. U shu majlisda o'tirgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolning gapi bilan darrov hukm chiqarib olmasdilar. Balki erini chaqirtirardilar, undan voqeani haqiqatini so'rab, bilib, ikki tarafni eshitib, undan keyin xulosa chiqarardilar. Siz ham birdaniga xulosa chiqarib olishga hech ham shoshilmang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu safar ham erini chaqirtirdilar. Bu ayolning gapi bilan cheklanmadilar. Adolat yuzasidan erini ham so'zini eshitdilar. Holat mutlaqo o'zgardi qo'yildi keyin. Qarangki, mana shu yerda juda bir katta tarbiyaviy nuqta bor. Ba'zi ayollar erini ustidan shikoyat qilib, eridan bir ranjib qolsa yoki nimadir bo'lsa, darrov bitta olimga yo muftiyga yo bir imom domlaga qo'ng'iroq qiladi yo oldiga borib uchrashib, darrov yig'lab, siqtab, o'zini mazlum ko'rsatib, hozirgi til bilan aytganda haligi bechalarni yoqib olib, eri haqida turli gaplarni gapiradi. Agar muftiy odam haligi hikmatli bo'lmasa, ikkinchi tomonni eshitmasdan darhol voy bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bundoq qilgin deb fatvo beradigan bo'lsa, bu gap ba'zida shu oilani buzilib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki shikoyat qiladigan odam ko'pincha voqeani shu his-tuyg'u ta'sirida bo'rttirib gapiradi. Shu eshitayotgan odamni o'zini tomoniga moyil qilish uchun mana shu bo'lmagan gaplarni ham gapirib yuborishi mumkin yoki boshqacharoq tus berishi mumkin. Buni misoli mana Yusuf alayhisalomning akalarini qilgan ishi esinglarda bor. O'zingizlar eshitgansizlar, o'qigansizlar. Shu Yusuf alayhisalomning akalari nima qilishdi? Qilar ish qilib, Yusuf alayhisalomni quduqqa tashab, keyin otalari Yoqub alayhisalomning oldiga yig'lab kelishdi. Yig'lagan odam ham hamisha haq bo'lmaydi. Ba'zida qo'rqqan oldi mush ko'tarib bo'lib qoladi. Insoniyatga muallim etib yuborilgan Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam har galgidek adolat bilan ish ko'rdilar va xulosa chiqarishdan oldin erra ham javobini eshitdilar. Endi xotin, hozir yuqorida aytgan xotinning gapiga endi erri rakursidan bir nazar solamiz. Ayolning birinchi shikoyati nima edi? Namoz o'qisam meni uradi degan da'vosi edi. Ana shunga eri Safon roziyallohu anhu bunday izoh berdi. U namozda 2 sura o'qiydi. Uzun sura zam qiladi va namozini juda cho'zadi. Meni ehtiyojimni qondirish o'rniga namoz bilan mashg'ul bo'ladi. Men esa uning xotinlik vazifasini bajarishini kutib o'tiraveraman. Bunday qilmaslikni bir necha marta bunga aytganman. Voy, men ehtiyojim bor edi, namozni cho'zmagin. Bu farz emas, nafl namozlar haqida gap ketyapti. Bu oldin ham qaytargan buni bir necha marta. Aytmagandan keyin jali qulon tegi solmagan-ku, o'sha shariat ruxsat bergan tarzda ozgina ta'zirni berishga majbur bo'lgan. Ya'ni masalani ortida boshqa holat ham borligini, agar shu xotinning o'zini gapi bilan xulosa chiqarsa odam, bo'ldi, adashadi. Buni masalada boshqa tomoni ham borligini bilish kerak. Tangani ikkinchi tarafi ham bor. Safon roziyallohu anhu xotini namozni haddan tashqari uzun o'qishini, uzun zam sura qilishini, uzoq vaqt namoz bilan mashg'ul bo'lishini, bu esa uni erlik haqqiga xalal berishini aytdi. Ayol namozni ortiqcha cho'zsa,
eri unday ehtiyojini qondirish uchun xotinini kutib o'tiraversa, tabiiyki bu erni achchig'ini chiqarishga olib keladi. Eri jahli chiqadi. Agar shu erni haqqi zoyi bo'layotgan bo'lsa, namozni sal yengilroq o'qish kerak. U farz namozlar to'g'risida gap ketmayapti, bu nafl namozlar to'g'risida gap ketyapti. Endi bu erini bu javobini eshitgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birgina sura o'qiganda ham odamlarga kifoya qilardi deb qo'ydilar. Ya'ni Fotiha surasi shu namozni farzi, namozni rukni, zam sura qo'shib namozni ortiqcha uzaytirish bu shart emas. Agar erni haqqi zoyi bo'ladigan bo'lsa, namozni yengilroq o'qish ham to'g'ri bo'ladi shu o'rinda. Chunki Fotiha bilan namoz durust bo'ladi. Bu xotinga savob bo'ladi, savobga erishadi xotin. Xotin uchun muhimi nima? Xotin uchun muhimi erini ko'nglini olish. Agar er uyda bo'lib, xotiniga ehtiyoji bo'lsa, namozni ortiqcha cho'zmasdan erini ko'nglini olishga harakat qilish kerak. Ana shunday qilgandagina oila mustahkamligiga putur yetmaydi. Er xotinidan rozi bo'lsa, bunday oila bardavom bo'ladi. Bu yerdagi namozdan murod hali yuqorida aytganimizdek, bu nafl namozlar. Hozir ikkinchi shartda, ikkinchi shikoyatda keladigan ro'za ham, bu ham nafl ro'za. Farz ro'za yoki farz namoz emas bu. Nafl ro'za, nafl namozlar haqida gap ketyapti, shunga diqqatli bo'lasiz. Endi ikkinchi shikoyatga o'tamiz. Ro'za tutsam, ro'zamni oshiradi degan so'zga Safvon roziyallohu anhu bunday javob berdi. U mendan ruxsat so'ramasdan nafl ro'za tutadi. Men esa yosh yigitman. O'zimni tiyishim qiyin bo'ladi. Yigitlar kechasi kunduzi demaydi endi. Shu yigitchilik ayolini ko'rgandan keyin o'zini tiyib turishi, sabr qilish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bu ro'za tutib olgan bo'lsa, xotin bo'lmaydi-ku. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni javobini eshitganlaridan keyin eri uyida bo'lgan paytda ayol uni iznisiz nafl ro'za tutmasin dedilar. Ana, demak, ayol bu ishda ham haq emas ekan, ha? Chunki nafl ro'zada erning haqqi e'tiborga olinadi. Farz emas bu, nafl ro'zada. Ayol ro'za tutib olsa, erini undan lazzatlanish haqqidan mahrum qilgan bo'ladi. Er xohlagan narsani qila olmaydi chunki ro'za tutgan. Ro'za nafl. Eri bu haqqini nafl ibodatlardan ustun turishini ayollar tushunib yetish kerak. Erning haqqi, eri kunduzi bo'ladimi, kechasi bo'ladimi, endi kechasi ro'za tutmaydi, kechasi mana namoz o'qib, uzun tahajjud o'qisa, er o'sha o'zini xotindan lazzatlanish haqqidan mahrum bo'lib qolsa, shundan mosuvo bo'lsa, bu yoqda erkechilik, nima bo'ladi bu yog'i? G'azab, jahli chiqadi, sanmanga boradi, oilaga putur yetishi mumkin. Mustahkamligiga putur yetishi mumkin. Hatto ajralishib ketishga ham sabab bo'lishi mumkin. Nafl ibodat deb oilani ajratib olishga ham ayollar behikmatligi bilan sabab bo'lib qolishi mumkin. Erning haqqi, mana shu lazzatlanish haqqi nafl ibodatlardan ustun turadi. Chunki erni bu haqqi vojib haq hisoblanadi. Bu nafl ibodatlar, nafl o'z nomi bilan. Bu hukmlar lekin o'sha yuqorida aytganimizdek nafl ro'za, nafl namozlarga tegishli. Farzga keladigan bo'lsak, bunaqa emas. Farz ro'za, qazo yoki nazr ro'zasi bu er ruxsati shart emas. Er kunduzda xotiniga ehtiyoji bo'lmasagina xotin nafl ro'za tutsa bo'ladi yoki eridan ruxsat so'rab, shunaqa ro'za tutmoqchi edim. Bemalol tutaver desa, ro'za tutaveradi. Uchinchi shikoyat, bomdodni quyosh chiqqandan keyin o'qiydi degan gap. Xotini bu gapini eshitgan odam, u odamga nisbatan albatta qalbida bir narsa paydo bo'ladi. Lekin biz erni ham javobini eshitib ko'ramiz. Safvon roziyallohu anhu bunga javoban, bizni xonadon shunday, tirikchiligi shunaqa. Biz shu bilan tanilganmiz. Odatimiz shu. Ya'ni bu bizni odat tusimizga aylanib ketgan. Nima ekan u desa, bu oila kechasi uxlamasdan, bu kechasi uxlamaydigan kasb egalari bo'ladi-yu. Ana shunaqa kechasi uxlamaydigan kasb egalarimiz. Butun tun davomida odamlarga suv tashib chiqamiz. Keyin charchoqdan shunday qattiq uyqu bosadiki, quyosh chiqmaguncha uyg'ona olmaymiz. Ya'ni uxlab qoladi quyosh chiqquncha charchagandan. Kechasi bilan ishlab chiqadi-da, ozgina oxiri charchab uxlab qoladi.
Bu har kuni ataylab bomdod namozini qazo qilish nazarda tutilmagan bu yerda. Ba'zan kasallik sababli yoki qattiq charchoq bois inson uyg'ona olmay qolishi mumkin. Mana bu yerda shu haqda so'z ketyapti. Sofon roziyallohu anhuning oilasi butun tun davomida odamlarga suv tashiydigan oila bo'lgan. Ularning odatiga aylangan bo'lgan. Shuning uchun qattiq charchoq sabab quyosh chiqmaguncha deyarli uyg'onisha olmagan. Qattiq mehnat tufayli o'tirgan joyida uyquga ketib qolishgan. Davomiy tarzda bo'lmagan, bu bir bo'lib qolgan shunaqa. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatni to'g'ri tushunganlaridan keyin uyg'onganingda namozingni o'qib ol dedilar. Bu ham Alloh taoloning bandalariga bo'lgan mehribonligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga nisbatan yumshoqliklari bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofon roziyallohu anhuni uzrini qabul qildilar shu o'rinda. To'g'ri tushunib qabul qildilar uzrni. Namozni vaqtida o'qiy olmagani uchun uni malomat qilib tashamadilar. Balki uzrini to'g'ri tushunib uyg'onganingda darrov o'qib oldilar. Zero bu holat, ya'ni bomdodda quyosh chiqqandan keyin o'qishi doimiy bo'lmagan bu. Balki shu ayrim vaqtlarda sodir bo'lib qolgan. Ayniqsa uni namozga uyg'otadigan kishi yonida bo'lmagan. U paytda mana hozirgidagi soatli bo'lmagan ogohlantiradigan budilnik deymiz-ku. Uyg'otib yo telefon bilan hozir soatini qo'yib qo'yib jiringlatadigan mana shunaqa narsalar bo'lmagan. Odam bo'lsa uyg'otgan, yonida uyg'otadigan odam bo'lmasa, undan tashqari kechasi bilan suv tashib mehnat qilib chiqsa, qattiq charchagan bo'lgandan keyin shu o'tirgan joyida hushini yo'qotgan odamdek uxlab qolgan. Shu sababdan ba'zida quyosh chiqquncha uyg'ona olmagan. Bu holatda kishi uzrli hisoblanadi. Inson o'z ixtiyorisiz uxlab qolsa yoki namozni unutib qo'ysa, birdan esiga tushib qoladi ba'zida inson. Yo biron bir sabab, uzrli sabab bilan namoz vaqtidan o'tkazib yuborsa, uyg'onishi bilan yo esiga tushishi bilan o'sha zahoti darrov o'qib oladi. Biron kasallik yoki o'ziga bog'liq bo'lmagan sabab tufayli uyg'ona olmasa odam, u ma'zur hisoblanadi. Uyg'ongach o'qib oladi. Ammo kechasi o'yin kulgi, behuda ishlar, telefon bilan o'tiraversa, ertalabgacha o'yin o'ynab, yo bo'lar bo'lmas narsalarni ko'rib, yo televizorda o'tirsa, keyin bomdodga yaqin uxlab qolsa, bu odam ma'zurli emas. Bu odamga uzr yo'q endi. Chunki sahih hadislarda kelgan, namozga beparvo bo'lib, uni o'tkazib yuboradigan, vaqtidan o'tkazib yuboradigan kishilar boshiga tosh bilan urilib azoblanishi zikri kelgan. Ana ko'rdinglarmi? Ayol kishining gapini eshitgan odam mutlaqo boshqa xulosa chiqaradi. Erining gapini eshitgandan keyin gap, holat mutlaqo boshqachaga aylandi mana. Hozir ham xuddi shunaqa ba'zi birda odamlar quda andalarning o'rtasida, ayniqsa bir quda ikkinchi qudani yomonlasa yoki kuyovini yoki kelinni yomonlasa, eshitgan odamlar bo'ldi, ikkinchi tomonni eshitmasdan shuni gapidan ta'sirlanib hali qudalarga nisbatan yomon qarash, ularni boshqa joylarda yomonlab yurish, mag'ziga yetmasdan masalani mohiyatini, tub mohiyatini tushunmay bo'ldi, ketdi, keyin shu tili bilan yurishni boshlaydi. Unga yomonlagan, bunga yomonlagan, hali bir oila haqida mutlaqo noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu bilan gunohkor bo'ladi. Bu shunday o'tib ketmaydi, bu gunohkor bo'ladi bu odamlar. Chunki ikkinchi tomonni eshitmadi, adolat qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llarini tutmadi bu. Xulosa chiqarishga shoshilib qoldi. Shuning uchun xulosa chiqarishga shoshilmang. Oldin ikkinchi tomonni ham eshiting. Masalan, tub mohiyatini o'rganing. Ana shundagina keyin bir xulosa chiqarsa bo'ladi. Shunda ham hamma ham emas, shunda ham. Endi bu hadisdan olinadigan foydalarga keladigan bo'lsak, birinchi, er-xotin o'rtasidagi mojaroda ikkala tomonni eshitmasdan hukm chiqarish joiz emasligi. Er-xotin quda andalar o'rtasida, sheriklar o'rtasidagi mojarolarda ikkala tomonni eshitmasdan hukm chiqarish joiz emas. Muftiy yoki maslahat beruvchi odam hikmatli bo'lishi, bir tomonning gapiga asoslanib fatvo bermasligi lozim. Er ham, xotin ham bir-birini haqlarini ado etish orqali oilada mehr, oqibat va totuvlikni saqlashlari kerak. Ayol nafl ibodatlarida ham erini haqqini hisobga olish kerak. Ibodat qilyapman-ku emas, hikmatli bo'lish kerak ayollar.
nafl ibodat. Farzni o'qib bo'ldingiz. Nafl ibodatda eringiz kutib turibdi. Siz nafl bilan cho'zaversangiz, u keyin boshqa xotin haqida o'ylab qoladi. Nafl ro'za erni ruxsatsiz tutilmaydi. Uyda bo'lsa, safarda bo'lmasa, shu uyda bo'lsa, uyda ham emas, o'sha shaharda o'zida bo'lsa, qachon bo'lsa uyiga kelib qolish ehtimoli bor bo'lsa, ya'ni musofir bo'lmasa, muqim bo'lsa, o'zini yurtida bo'lsa, kunduzi ayol nafl ro'zani shu erining ruxsati bilan tutish kerak. Ishga ketdilar deb ro'zani erini ruxsatsiz tutmaydi nafl ro'zani. Chunki u to'satdan ishdan kelib qolishi bor. Hozir mashinalar bor, bir deganda uyga yetib kelib qoladi. Shuning uchun nafl ro'za tutmoqchi bo'lgan ayol erini ruxsatsiz nafl ro'za tutmasligi kerak. Shu muqim bo'lsa. Uzrli sabab bilan bomdod namozidan uxlab qolgan kishi uyg'onish bilan darhol o'qib olish kerak. Beparvolik va gunoh ishlar sabab namozni o'tkazib yuborgan kishi gunohkor bo'ladi. Adolat va haqiqatni aniqlash har qanday mojaroda bir tomonni gapi bilan cheklanmaslik odobini ko'rsatadi. Mana adolat va haqiqatni aniqlash uchun bir tomonni eshitib bo'lmaydi. Bu ikkala tomonni eshitgandan keyingina ana shunda adolat bilan hukm chiqarish, haqiqatni ro'yobga chiqarish mumkin bo'ladi. Erning xotini ustidagi haqlari yoki bilakis xotinning eri ustidagi haqlari, shuningdek er-xotin munosabatlarida adolat, hikmat va har ikki tomonning haq-huquqini saqlash o'ta muhim ekanligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chin payg'ambar, haqiqiy muallim, hikmat va rahmat sohibi ekanliklari, qanchalik ummatga mehribon ekanliklari. Va nihoyat islom dinining hayotning barcha jabhalarini mukammal qamrab olgan mukammal ilohiy din ekani. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.